sochlarni qirdiringlar. Eng yaxshisi mana shu qirdirishlik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mag'firat so'ragan sochini qirdirganlarga, Parvardigor gunohlarni kechirgin sochini qirdirganlarga deganda bitta sahoba, "Ya Rasululloh, qisqartirganlarni ham so'rab qo'ying" deganda, yana qo'lini ochib turib, "Parvardigor, sochini qirdirganlar gunohlarini kechirgin" dedi. Haligi sahoba yana so'raydi, "Ya Rasululloh, qisqartirganlarga ham so'rab bering" esa qo'llarini ochib turib, "Parvardigor, sochini qirdirganlarning gunohini kechirgin" deydi. Yaxshi haligi sahoba borligi. Yana so'raydi, 4-marta so'raydi. "Ya Rasululloh, qisqartirganlarga ham deb so'rab qo'ying" deganda, "Val muqassirin", mana qisqartirganlar ham noumid bo'lmasin. Ularni ham Alloh gunohini kechirgin deydi. Ya'ni 4 barobar afzal qirdirgan. Mana bu sochni birodarlar, mana shu yerda fido qilamiz. Chiroyli bo'lishi uchun fido qilyapmiz. Mana bu yerda tolasini ajriga evaziga sotib olaylik. Allohning ajriga hammasini beraylik, Alloh uchun fido qilaylik. Sochlarni qirdiringlar. Eng yaxshisi mana shu qirdirishlik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mag'firat so'ragan sochini qirdirganlarga, Parvardigor gunohlarni kechirgin sochini qirdirganlarga deganda bitta sahoba, "Ya Rasululloh, qisqartirganlarni ham so'rab qo'ying" deganda, yana qo'lini ochib turib, "Parvardigor, sochini qirdirganlar gunohlarini kechirgin" dedi. Haligi sahoba yana so'raydi, "Ya Rasululloh, qisqartirganlarga ham so'rab bering" esa qo'llarini ochib turib, "Parvardigor, sochini qirdirganlarning gunohini kechirgin" deydi. Yaxshi haligi sahoba borligi. Yana so'raydi, 4-marta so'raydi. "Ya Rasululloh, qisqartirganlarga ham deb so'rab qo'ying" deganda, "Val muqassirin", mana qisqartirganlar ham noumid bo'lmasin. Ularni ham Alloh gunohini kechirgin deydi. Ya'ni 4 barobar afzal qirdirgan. Mana bu sochni birodarlar, mana shu yerda fido qilamiz. Chiroyli bo'lishi uchun fido qilyapmiz. Mana bu yerda tolasini ajriga evaziga sotib olaylik. Allohning ajriga hammasini beraylik, Alloh uchun fido qilaylik.